Bugun sizga Atomiy kompaniyasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Anchadan beri bu kompaniyaning mahsulotlaridan foydalanaman, ya'ni tish pastalaridan, shampunlaridan va probiotiklaridan ichaman va bu effektini o'zimda sezganman va shuning uchun ko'pchilikka buni tavsiya qilmoqchiman. Aslida bu kompaniyaga opam orqali kirib borganman. Bu a'zo bo'lish bepul ekanligini eshitganimdan keyin bu menga bir nima berdida, kompaniyaga a'zo bo'ldim va iste'molchi sifatida kompaniyaning har bitta nimalaridan foydalana boshladim. Haqiqatdan ham hammasi 100% tabiiy. Har bitta o'sha foydalangan mahsulotlarimdan mana ko'rib turganingizdek hammasidan foyda ko'rdim. Shampun 100% o'simliklardan tayyorlangan. Undan tashqari mana buni sprey ham bor va mana bu esa yog'i. Har bitta mahsuloti haqida soatlab gapirsa ham oz, buni har bir haqida hali sizga ma'lumot berib nima qilaman. Bugun faqat sizga shu narsani ko'rsatmoqchiman, ya'ni tozalovchi nabor. Bu o'sha yuzdagi eng nimadagi chuqur nimalarni ham tozalab beradi, ya'ni chuqur tozalash xususiyatiga ega va buni hozir birma-bir sizga ko'rsataman. Har bir ayolga kerakli bo'lgan bu домашний piling hisoblanadi. Men o'ylayman, har bitta ayol foydalanishi kerak bundan. Chunki yuzni chuqur tozalamasangiz, undan qancha narsa tashqari tomondan surtganingiz bilan foyda ko'rmaysiz. Shuning uchun ham chuqur tozalashni tavsiya qilaman va hozir buni sizga birma-bir ko'rsatib beraman. Birinchi klenser. Buni mana shunday holatda olib, yuzga demak surtib olamiz. Deep cleanser ko'chadan keladigan chang, kir, har bitta narsani eritib beradigan tozalovchi vosita hisoblanadi. Oldik. Endi 5 daqiqa turadi. 5 daqiqadan keyin iliq suv bilan yuvib olinadi. Bu ham yuzni chuqur tozalash uchun penka. Endi esa 3-bosqich peeling. Peeling yuzdagi o'lik to'qimalarni hammasini bizga tozalab beradi. Buni surtgandan keyin 3 minut kutamiz. 3 minutdan keyin tozalab olamiz yuzimizni. Mana ko'rib turganlaringizdek yuzdagi o'lik to'qimalarni chiqarib olamiz. Kunduzi qo'yilgan SPF kremlar. Kun bo'yi kremlarda yuramiz. SPF kremlarda shu tochkalarimizni yopib oladi va mana shu tochkalarni ochib, o'lik to'qimalarni tozalab beradi. Peeling chuqur tozalab beradi. Mana yuzlarimizni tozalab artib oldim. Endi 4-bosqich. 4-bosqich bu guruchli maska. Guruchli maska mana yuzimizda ochiq poralarni yopish uchun, yuzimizga elastiklikni qaytarib berish uchun, vitaminlarni to'yintirish uchun ishlatiladi. Mana hozir bu bosqichda ham o'tkazib ko'rsataman. Turganlaringizdek, to'rttalik tozalovchi vositamizdan foydalanib bo'ldim va o'zimni juda yengil his qilyapman. Yuzlarim xuddi bir ichigacha toza bo'lib, bir qilganda endi bundan keyin o'xotni boshlaymiz va o'xotni toner va mana ampuladan. Hozir tonerdan boshlayman. Toner bu har bitta foydalanadigan har bir jarayonimizni yuzimizga chuqurroq singdirib berish uchun, ya'ni bundan ham mana shunday qilib mana oxirgi nimalarni qilib oldik va natija